Gugurt Show Toshkentda final. Ko'ramiz 12 ming dollar nimaga almashadi? Cho'ta nimadirlar tayinlab qo'yishibdi. Ketdi. Voy nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Ye, biza gamimizni. Ana. Assalomu alaykum. Okey, yaxshi bo'ldinglar. Bu bizani final uchunmi? Xudo xolasa, okey. Yaxshi niyatlarda qildik. Aka ismingiz nima? Jamoliddin, okey. Nima ish qilasiz? Shu gumohxonimda ish boshqaruvchiman, okey. Demak, seriozli narsa bo'ladi hozir, ha? 12 mingda nimaga almashamiz aka? Bu narsani, okey, kelinglar o'zinglar ochib bitta ko'rib ola qolinglar. O tepadan ham ko'rinmayapti. Final 1 2 Mana bu ikki o'rtali! Voy onalarni neysi! Ota ikkisi! Nima bo'lyapti? Voy! Voy yig'laveraman hozir. Aka, men yuragim bor-ku. Mana qilyapti, aka. Ketmadi. Prank deb qolmaysizmi? Yo'q, xudo xolasa. Aka, rozimisiz? Sizlar rozi bo'lsanglar, okey. 2 ismli gugurt 18 ming dollarga chiqib ketdi. Biz sog'a emasmiz, aka. Voy, namuncha svejiy bu. To'g'risi, juda hayajonli payt. Shou qilamiz deb qiloldik, eplimiz deb eploldik. Bizga qiziq emas edi kim nimaga almashishi boshqasi, lekin shunchalik hurmat qilib obunachilar, xalq ishongani boshqasi. Hayajonlanib ketyapman. Hammalarga rahmat, kuzatganlarga Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi ko'raman sizlarni. Yig'lagim kelyapti, aka. Gumba xonim, birga bo'linglar. Qorninglar och deb alohida mana komplimentlarga gap yo'q. Zoyonlar keldinglar, okey. Xush bo'lsin deysiz-da. Finalni yorib yuborishdi. Gugurt Show Gumba xonimda tugadi.